Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, assalomu alaykum kanalimiz mehmonlari. 21 dekabr hafta kuniga yakshanba. Biz hozir Namangandagi Hasanobod mashina bozoridamiz. Soatimiz 12:30 dan oshdi. Bugun mashinalar sal har doimgidek ozroq. Sababi menimcha shu metan gaz zapravkasi ishlamayotganligi bo'lsa kerak. Chunki qo'ldan kelgancha sizlarga yarim soatga harakat qilaman video qilib berishga. Ruxsat belgilarini ko'rsatib ketaveraman. Mayin qor yog'yapti hozir. Telefonimiz ekranini ehtiyotlab sizlarga syomka qilib berishga harakat qilaman. Akalar, poddeshka qilib like bosib qo'yinglar. Hozirdan malol kelmasa, fikringlar bo'lsa komment ostida qoldiringlar. Avtovodiy profilimiz ham bor nimada? Instagramda. Va xolasa video ostida kommentda qoldirib ketaman profil silkasini. O'tib obuna bo'lib qolsanglar, YouTube'da ko'rsatmagan mashinalarni Instagramda ham ko'rsatib ketamiz. Narxi qulay bo'lgan, bo'lish narxiga sotiladigan, egasini o'zidan bo'ladigan mashinalarni ko'rsatamiz sizlarga. Bo'lmasam, obzori boshladik akalar. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Xo'p, akalar, Damas 1 mashinasidan boshlaymiz. 2002-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi taxminan 50% ga aytilyapti. Andijon partiya. Mos korobkalar yaxshimi? Dokument qalay? Hozir bitadi. Balon holatlarimiz zo'r akalar, chang kalpa taqilgan. Generalnisi bor hali. 2 yil generalniy nimasi bor ekan hali. 2002 yili akalar 50% ga aytishyapti kraskani. Agar puli qulay bo'lsa, bosfor orasida telefon nomerlarini so'rab bilib beraman. Tak. Yazlar bor. Shep nech pul aytyapsizlar? 2200 debdim abi. 2200, yili 2002, 2 yilga generalniyasi bor. Gap yo'q. Nasiya savdo barterlar iloji bormi? Barter bor, nasiya savdo yo'q. Nasiya savdo yo'q. 5-10 kun bo'lsa kelishamiz. Tushunarli. Xullas muammo yo'q mashinada. Yo'q. Telefon nomerlar necha? 88 lik. 88 lik. 111 16 17. Xo'p, avtovodiydan ushbu aytilgan nomerga bog'laninglar akalar. Damas 1 ishqibozlar. Ana ham bor ekan. Bundakimiz. Bu ham siznikimi? Xo'p, necha yili buni? 2003. Buni mos korobkalar qanaqa aka? Voy aka. Bittalar aytib o'ringlar iltimos. Nima qilish kerak, aka? Mos korobkalar, kraskalar. Aka, mosni qo'l savat qilish kerak. Motori qo'l savat, mosda ovozi bor. Aha. Qolgan joyda zo'r. Qolgan yeri zo'r. Dehqonda. Aha. Haliga strashni kaltak yo'q. Tushunarli. Butun zigzaglarga svarga tegmagan, ko'rsatib o'tkazaylik. Xo'p, 2003 dedingiz a? 2000 ga beraman. Narxi 2000 ga berar ekanlar akalar, yili 2003. Mosda ovoz bor deyaptilar, motori kalsivat qilish kerak ekan. Egasidan olib qolishibdi xullas, strashnik kalta yo'q dedilar. 2003, narxi 2000. Orqada shpakilovkasi bor ekan. Temir gaz balon. Bu ham shpakilovka kraska yegan. Xullas akalar o'zingizlar bitta yaxshi ustalarga tekshirtirib olasizlar. Nomer aytdingmi yo'qmi aka? Telefon nomeri. 88 111 16 17. Yaxshi. Buning yili nechi buni aka? 2007. 2007 kraska? 30-35%. Mos korobkalar qanaqa? Korobkada ikkita sal ovoz bor, xolos, qattiq emas. Motor yaxshi. Motor yaxshi. Kompaniya ham bor. Xo'p, korobkada ikkida sal ovozi bor ekan. Propan gazi bor akalar 2007. 30-35% kraska. 544.351 kilometr yurgani bor ekan akalar tablosida. Hop. Eshigini ham sal legirovka qildirish kerak ekan. Akalar, balon holatlari xizmat qiladi. O'rtadan yaxshiroq holatda ekan. Qancha aytyapsiz bunga aka? Buni 2008 debdim. 2800.
kelishtiramiz. Nasiya savdo barter? Yo'q, barter bor, nasiya savdo yo'q. Nasiyaga yo'q, barter bor akalar. 88lik 111 16 111 16 17 raqamlarga 3 ta mashina ko'rsatdik. Avtovodiyda ko'rdik, bog'laninglar akalar. Salomat bo'ling. Xo'p, akalar, endi qo'ldan kelgancha kim ruxsat bersa ko'rsata olamiz. Chunki mashina oz bugun, vaqtdan birga yaqinlashib qoldi. Ichidan ma'quli chiqsa telefon nomerlariga bog'lana olasizlar. Damazlar kimdan ekan akalar? Damazlar kimdan? 2007 bor ekan Buxoro nomerli. 2000 kimdan ekan bu aka? Sizkimi? Sizdanmi tog'a? 2015. Urvoraymi reklamaga bepul? Bepul. Xo'p, kerak emas ekan. Xo'p, bu yoqda egalar yo'q ekan. Ko'pchilik nimaga ko'rsatmaydi bilasizlarmi aka-ukalar? Chunki bizda sal mana videoga sanasiga qachon chiqqanligiga e'tibor bermasdan 1 yil oldingi videoga qo'yilgan mashinalarga telefon qilib sotilmadimi deydi-da, 1 yil bo'lgan u. Tushunyapsizlar, mana shuni hisobiga ko'pchilik bezor bo'ladi. 2010 akalar Damas 2 mashinamiz, kraska toza ekan, 89 ming yurgan. Ham kraska toza, ham petno bor. Ha, yaxshi. Nomerlar 91 353 81 81 raqamlarda ekan. Mos korobkalar yaxshimi? Gaz o'rnamagan, benzindami? Nech pul narxi? $5000 kami bor 2010. Nimaga unaqa aka? Dehqonlar bir mashina minsin-da. 2010 kraska toza 89 ming. Xullas kam yurgan, bir kishi mingan, gaz o'rnatmagan shunaqa. Aka buni bo'ladigan qilib kelishtirib naqd pulga sotaylikmi? 5000 dan o'tib beramiz. To'rga bermaymizmi aka? So'ragan aybi yo'q. Qancha qilishdi sir bo'lmasa? 43. 43 qilishibdi, bermadingiz. Bermadi. Naqdgamidi? Naqd? 4000 avtovodiydan chiqdik desa berasizmi naqdga? Yo'q. Xo'p. Deperovda. Shu yozilgan nomerdamisiz? Ha, shu nomerda. Akalar 91lik 353 81 81 raqamida bo'lar akalar. 2012 kraska qancha aka bunda? 20% kraskasi bor. Buni endi ko'rsatib ketaman. Mos korobka jim deyaptilar. Mana shu yerda rextovkasi bor ekan. Balon holat to'ttalasi zo'r ekan. Yangi balon, yumshoq balon, chayan kalpak. Salonni ko'rinishlari. Hop, yurgani 10 ming ko'rsatyapti akalar buni. Tablo ishlamayapti shekilli yoki almashgan. Gazi bormi aka? Gazi bor, benzinda ham yurib turibdi. Benzinda ham yurib turibdi, gazlari bor. To'rtta yangi balon, yumshoq balon akalar. Aka buni tablosi ishlamayapganmi yo almashgan? Tablo almashgan ekan. Aha. Nech pul buni narxi? 4000 tushib beraman. $4000 tushib beramiz. Necha dizelni? 12. 12 kraska 30-35 midi? Yo'q, 20%. 20%. Bitta nomer bera olamizmi? Yo'q, 93lik. 93lik 944 944 99 99 raqamiga bog'laninglar. 24 ham sizniki? 24 ham meniki, Ko'rsatib 20 o'rani. ham meniki. Xo'p. Akalar endi yili yangisidan xudo xolasa 2024 15 ming kilometr yurgan kraskasi toza, to'rtta balon holati zo'r ekan. Yangi yumshoq bo'ladi. Mos korobkalarda defekt yo'qmi aka? Yo'q, defekt yo'q. Xo'p. Radio ishlab turibdi ekan akalar. Xo'p, akalar, telefon ekraniga yomg'ir tekkanligi sababli pauzamiz ishlamayapti. O'chirib yoqishga majbur bo'ldim. Salon qismlari 150 yog'i 15215 km yurgan ekan. Radio ishlab turgan ekan, ovozini pastlab qo'ydim. Farlar bor, ishlar chiroyli holatda. Taksi dinalari ham holatda chotki. Kraska toza bunda aka. Metan gaz bor, to'rtta balon yumshoq deyaptilar. Chexol polig yo'q, xolos. Kerak bo'lsa qilib beramiz shu punkalari bilan. Xo'p. Nech pul deyapsiz buni? 7300 o'tib beraman.
7300 dan ozmoz o'tib beramiz. Nasiya savdo barterlar bor. Bo'laveradi. Bo'laradi. Bunga qaysi nomer? Bunga 4.9 da. 93likmidi? 93 944. 99 raqamiga bog'laninglar akalar. 2024 yili. Necha yili buni? 2020 akalar. 150 ming yurgan. Ha, 150 ming yurgan. Krilo relis pasta kraskasi bor. Krilo hamda relis pastida kraskasi bor. To'rtta holati chotki balon. Buni yangi. Yangi ekan. Metan gaz benzinda yuradi. Benzinga, metan gazga bezatkas yuraveradi xudo xolasa. 150 ming 13 kilometr bor magnitofon ishlab turibdi. Yaxshi. Orqa krilosida kraska. Orqa kriloda. Tagida mashina. Aha. Kraska bor. Yo'q, bunda ham yo'q. Yaxshi. Kapalakda ham yo'q, a? Yo'q, boshqada yo'q. Necha pul narxi buni aka? 5600 o'tib beraman. 5600 dan o'tib beramiz. 2020. 150 ming yurgan akalar. Kraska bitta orqa kriloda. Krilo relis pasta. Xo'p. O'sha nomer 93lik 624 midi? 98 944 944 99 99 avtovodiyda ko'rdik deb murojaat qilinglar akalar. Salomat bo'ling. Yog'i kimniki ekan endi? bu 22. Kimniki bu? Ko'rsataymi? Xo'p, akalar, endi e'tiboringizga yili 2022 mashinamizni ko'rsatamiz. Ma'lumotlar yozilgan ekan. 2022 84 ming yurgan, kraskasi toza, 93lik 499 88 88 496 88 88 raqamda bo'lishar ekan. Motor hadovoy, korobka hammasi joyida. Ana yumshoq bo'la, ratalla. Bu yumshoq bo'lami hozir? Ratalla deydimi? Hoppana. Hop, kraskasi toza 2022 akalar 84194 ko'rsatyapti tablosi. Sidinalar holati zo'r. Oyoqdagi ham yomon emas. Yanami? Yana bormi? Yaxshi. Bunga qaysi nomer? Bunga 4.8. Aha, 4.8liga. Hammasi 4.9. Narxi qancha buni? Buni 6.5 kam bor. 6.5 ming akalar kami bor. Eslatib o'taman, 2022 84 ming yurgan, kraskasi toza. Benzin gaz отказ qilmaydi. 93lik 496 88 88 raqamiga bog'laninglar. 2020 orqadagimi? 78 ming yurgan. Mana umi? Benzinda, 78 ming yurgan, benzinda ekan, yili 2020. To'rtta 78 ming yurgan. Yaxshi. Balon holatlar to'rtalasi ham zo'r. Defekt yo'qmi mashinada akalar? 78761 kilometr ko'rsatyapti. Qo'lichi qo'laman abdustan yo'q. Yaxshi. Narxi nech pul buni aka? 6 mingdan o'tib beraman. 6000 dollardan o'tib beramiz akalar. Gazi yo'q, benzinda. Benzinda. Nasiya savdo barter Bo'laveradi. bo'laveradi. Nomer bunga o'sha 93lik 705 705 4174. 4174 raqamiga bog'lanar ekansizlar. Oxirgi ko'rsatgan mashinamiz shu nomerda bo'lar ekanlar. Salomat bo'linglar akalar. Ishlarga omad, charchamanglar. Qayda ekan? Va alaykum assalom. O'tda haftam qo'ldan bir aylanib to'qib qaradim, yo'qolib qoldingiz. Hayda, teparoqdami? Xos kelaman aka. Xo'p, mana akamizni sazalari o'lmasin, mashinalarni ko'rsataylik. Hozir ekranga tegadigan bo'lsam, yomg'ir tekkanligi sababli ishlamayapti. O'chirib yoqishga to'g'ri kelib qolyapti. Mana 19 Xos kelaman, shef. Tuzimsiz? Hozir akalar. Hozir kelaman. Bu qoldi qancha ekan aka u? Yo'q, yog'och bozorga o'tib ketmaymizmi ish qilib? Siz qanaqa qilib haydamani ko'rib qoldingizmi, tushunmadim. Men o'lib yurganingizda ko'rdim ekan. Yo'q, hozir qanaqa qilib topdingizmi? Ya insonchilik bilan ko'rib turganim. Ha. Ay bir ko'radi aka odam. Qanaqa ketyapmiz o'zi?
Siz bozorda haqda ekansiz ancha. Topdingizmi mashinangizni? Ani akamiz endi mashinasini yo'qotib qo'ydi. Nomer nechi edi, shep? 3'te 2. Chiqib ketibdi, sotilibdi aka. Sotilibdi u. 2025 5200 ga sotilibdi. Iva. Mana kimniki ekan akalar 40 partiya. Qo'shib olaylikmi aka? Tayyor shikiliga bu, ha? Ha? Mana reklama qilib turuvdim. Akam. Tuning qilinganmi endi bu? Kraskasi qanaqa shep? Kraska toza, yurganichi? 7000 yurgan akalar. Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p, yaxshilikka bo'lsin. Xo'p. Xo'p, akalar ishqibozlar uchun 24 midi? Ha, 25 ekan tayyor holatda akalar. Xudo xolasa elegant saka diskalarda, to'rtta holatda zo'r balon, dugalari ham o'rnatib qo'yishdi chiroyli qilib. Shumka bormi yo'qmi shep? Hamma narsasi bor xullas. Navorot qilingan akalar. Yurgani 7961 kilometr. Monitorlar bor, barlari o'zingizlar ko'ryapsizlar, cho'tkesida. Komplekt chexol, patologlargacha mehr berilgan video registrator. Pultlar bor, mana Magicar pultlar. Gaz benzinmi yo benzinni o'zimi aka? Gaz benzini. Metan gaz bor. Orqa ko'rinishlari. Hop. 2025 7900 kilometr yurgan ekan akalar. Kraskasi toza, navorot qilingan. Qanchaga beramiz aka buni? Aka, Nech pul aytyapsiz? 9,5 ming aytibdi. Hop. 9 metr. Nech pul kirib ketgan bunga navorotga? Hisoblamayapmiz, tayyor olganmiz, 1000 dollar ko'p ketgan aka. Aha. Nasiya savdosi bormi buni? Yo'q, faqat naqd. Bermaganingiz bo'ldimi? Qanchaga bermadingiz? 87 ga. Naqd pulga 8,5 ga bermaymizmi? Barterchi? Barter bor, Damas bo'lsa barter. Damas bo'lsa barter qilamiz. Yurib turgan mashinaga Damas, Nexia qiladi. 8700 ga xullas bermadingiz. Yo'q, berilmadi ham. Berilmaydi ham. Ustiga yurish kerak. Defekt yo'q-a mashinani? Ayting nomerlari. 99lik 390 94. Sizni qayerdan topishadi aka? Mana shu nomerdan uychidamiz aka. Bo'ldi, uychidan akalarimiz. Navorot qilinganiga ishqibozlar bo'lsa, bog'laninglar, avtovodiyda ko'rdik desanglar xursand bo'lamiz. Salomat bo'ling aka, ishlarga omad. Xo'p, so'raganlar bo'ldi yo'lda, endi ularnikini ham ko'rsataylik sizlarga. 25 ta salon holatdagisi yo'qmi akalar? Qani siz? Nechi ekan assalomu alaykum? 2025. 22 ming yurgan, kraskasi toza, tayyor holatda. Salon holatdagisi yo'qmi Navoda sizda? Yo'q. Tayyor-a bu? Tayyor. Metan gaz o'rnagan. Mashina 2 yil yurgan. 93 657 0001 raqamlarda bor akalar 2025 kraskasi toza 22 ming yurgan. Balon holatlar to'rtalasi ham zo'r, chang kalpak. Mos korobka defekt yo'q-a? Ishlari ham tayyor. Yaxshi. Metan gaz bor, xullas tayyor qilingan. Balon almashmagan xolos, chamamda, adashmasam. Nech pul ekan aka buni narxi? Nech pul deyapsiz? 8000 ga o'tib beramiz. 8000 ga o'tib berasiz. Ha, o'tib barakasi o'tamiz. Kam bor. Yaqinroq qilib aytamizmi naqd pulga? Ha. Nasiya savdo barter bormi? O'zimiz yetmasa kelishaveramiz. Bermaganingiz qancha bo'ldi? Endi Ayting. Yaxshi. Mana o'sha 20 emas. Bu 20. 7000 puli borga kelishsa bo'ladimi? Ha, kelishaveramiz, ha. 5000 puli borgacha. Bu bilan ham kelishaveramiz. Xullas nasiya savdo bor. O'zimiz 1-2 oy kelishaveramiz. Aha, tushundim.
93lik sizning nomeringizmi? 94'lik ham bor. Xo'p, 94lik 055 055 55 55 88. 88 8000 dan o'tib beramiz deyapsiz. Mashina 7000 yurgani ham bor. 2025 7000 yurgan. Unisi nechi pul? 82 ga o'tib beramiz. 8200 dan o'tib beramiz. Ha. Naqd pulga birortasini 7 ga bermaysizmi? So'ragani aybi yo'q aka. Hali uni ham so barakasiga 8 ga o'tib ham beramiz. Barakasiga 8 dan o'tib beramiz. Nerga? 7000 yurganini. Shu bilan birga biri, gaz, hamma narsasi bor. Ha, bundan ko'ramiz sizga. Xo'p. Bu 2020 kimniki? Bizdan u ham 20. Kraskasi qanaqa uni? Toza u ham, tonna shumka. Assalomu Aha, elegant saka diska, to'rtta yumshoq balon, holati zo'r. 100 qancha yurming? 143 ming yurgan kraskasi toza 2020 akalar. Akalar ko'rib o'tib ketaylik shuni ichini. Tak. Magnetofon kolonkalar bor, 143718 kilometr yurgan ekan akalar. To'rtta holati zo'r yumshoq balon, elegant saka diskalar. Akalar ikkalasi ham Namangan nomerda qiziqorasizlar. Telefon nomerlarini yana bir marta so'rab e'lon qilamiz sizlarga. Bunisi qancha narxi? 6200 ga o'tib beramiz. 6200 o'tib beramiz. Nasiya savdo barter bor. Ozgina bor. Rosasi bor. Yaxshi, nomerni eslatamiz. 94lik 055 055 55 55 88. 88. Aka birorta tanishingizni 25, 24 salon holatdagisi yo'qmi? Yo'q. Yo'q, ha? Hammasi tayyor bu. Primerni qanaqa bo'lyapti salon holatdagisi? Salon holatdan. Hech narsa kiydirilmagan, chexol poli, gaz pas, hech narsa qilinmagan. Yurgan taxminan 2000 dan uzoq 5000 gacha. 7000 yurgan bor ekan o'zida. Yo'q, mendagi tayyor. Yo, tayyorda bo'ladi. Salon holatdagisi. Balon almashmagan, chexol poli, ham salon. 8 Yo'q. 8 79. Tushmasdan ko'tarilyaptimi hozir? Mana Vollo shunaqa deyishdi-ku. Shunaqa deyishdi? Vollo shunaqa savdosini ko'ribdi-ku. Xo'p. Vollo endi nechta pul olgan bilmayman. Xo'p bo'ladi. Sizlarga omad, yaxshilikni ko'rishaylik, charchamang. Xo'p. Sizga rahmat. Xo'p bo'ladi. Xo'p, akalar, xudo xolasa. Qani siz? Nechi? 20? 23 akalar Samarqand nomerda ekan. Kraska. Kraskasi toza. Zo'ridan chertib olib kelingan mana. Yurgani 30 ming, o'zi ham 30. Yaxshi. Mos korobka nimada defekt yo'qmi? Xo'p. Akalar qiziqinglar 2023 Xudo xolasa yurgani 30 ming, kraskasi toza deyaptilar. 30600 kilometr yuribdi. Aka, sidenaga chexol bormi yo'qmi? To'liq chexol qidiramiz. Qidirasiz. Rabochisidan faqat. Yaxshi. Orqa ko'rinishlar. Kelishib. Gaz o'zidami? Benzin o'zidami? Benzin o'zida. Qiziqinglar 2023 akalarim 30 ming yurgan. Defekt yo'q. Bir qo'l minilganda shunda aka. Bir qo'l minilgan. Yaxshi. Ishqibozlar chiqdimi? Ishqibozlar chiqdi. Birinchi bozormi, ikkinchisimi? Birinchi bozor. Necha pul so'rayapsiz bunga? 6700 dan olganmiz. 6700 dan kelishtirib beramiz. Nasiya savdo barter Bankdan boshqa hamma narsa. gap yo'q. Mana shu gapingiz yo'qdi. Mana shu gapingiz ma'qul keldi. Hamma narsa qilinadi. Gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. Telefon nomerlar 93lik 496 57 40 raqamlarga akalar bog'laninglar. Xudo xolasa bir qo'l minilgan 2023 kraskasi toza 30 ming yurgan benzinda ekan faqat. Ha? Yangiroq kirasi 25 ham bor, yurmagan. Yurmagan 25. Salonmi endi bu? Yo, gaz qo'yib. gaz qo'yilgan xolos. Chexol poli qilinmaganmi? Qancha probek tabloda? 4 ming xolos. Mana akalar, xudo xolasa salon holatdan qidiryaptirdik. Faqat gaz o'rnagan ekan xolos. 2025. Oyoq taglarga ham nima tashab qo'yishibdi, ko'vrik tashashibdi. Sidenada chexol yo'q. Aka, nech pul bu narxi?
700dan ozgina o'tib beramiz. 7700 dan ozroq o'tib beramiz. Bermayotgan bahoyingiz bo'lyaptimi hozir? Buni 70 qilishadi. Bermayapsiz. Naqdga biz obunachilarga necha pulga bera olasiz? Kelishtirib beramiz. Kelishtirib Siz berasiz. nomingizdan kelsa, Hop. 50 hafta o'tib beramiz. 100 Eldan ham o'tib berasiz. Eldan o'tib $100. $100. Ha? El qilgan bahodan $100 o'tib berasizmi shunda? Yil qilgan vaqoda emas. Biz o'zimiz Aha, vijdonan o'tib berasiz yana. o'tib beramiz. Haqiqatdan Qanchadan o'tib berasiz axir? 7,5 yozib o'tib beramiz. 7,5dan Ha, siz nomingizdan kelsa 7,5 7,5dan o'tib berasiz. Ha? Nomerlar necha edi? 93. 93lik 96 496 57 40 raqamlarga akalar 25 4 ming yurgani, gaz o'rnagan ekan, oyoq tagiga nasib tashalgan, patologga ham tegilgan shekilga, chiroyli qilingan ha. Salomat bo'ling aka. Dokumentlar joyida, xullas ha. Muammo yo'q, akalar bog'laninglar. Avtovodiyda ko'rdingizlar, xursand bo'lamiz albatta. Ishlarga omad aka. 9'larimiz var 40 yurgan. Qani aka antikvari? Ye gap yo'q. Nomerini o'zi antikvar aka. 2018 yili akalar yurgani 74 ming, kraskasi toza, 99lik 976 20 57. Akalar bilmaganlar uchun hozir Damas'lar Xorazmda ishlab chiqarilyapti. Shuning uchun 90 partiyadan ko'ngillilar to'q qila olasizlar. Aka, defekt yo'qmi mashinada? Defekt yo'q, ishlarni ham ko'rsatib qo'ying. Ishlarni ham ko'rsatib ketamiz. Oh, mana ko'rishinglarga oson bo'lish uchun yechintirib qo'yishibdi. 74515 kilometr. Aka, nimalari bormi axir? 2018 yili. Hammasi bor. Orqadan ham ko'rib ketamiz. Bismillah. Hop, mana orqadan salonning ichini ko'rinishlari. Orqasidini ishlamagan a? Gap yo'q. Bir qo'l minilganmi endi shunda? Gaz ko'rdikmi yo'qmi hozir? Gaz bor ekan, yaxshi. Narxi nechi pul aka endi buni? 5200 kelishadigan joy bor. 5200 dan kelishtirib berasiz. Muammo yo'q mashinada. Aha, dokumenti ham muammo yo'q ekan, generalniga ham olsangiz bo'lar ekan, notariusda pulni berishingiz mumkin akalar. Telefon nomerlar shu qog'ozdagimi? Xo'p. Bo'lmasam akalar bog'laninglar. 2018 74 ming yurgan, kraska toza, 99lik 976 20 57 raqamiga avtovodiyda ko'rdik deb bog'laninglar. Salomat bo'ling. Jigarim, assalomu alaykum. Qalaysiz? Necha yili? 2018 yana bitta. Damas 2 mashinamiz. Nima deysiz? Kraskasi nima? 10% kraska bor, 148 ming yurgan ekan. 99lik 976 20 57. Bitta nomerdamizlar xullas. Dokument qalay buniki? Muammo bo'lmaydi. Nech pul bu narxi? 5000 dan shu yerdan. 5000 dan kraskasi borligi uchun tushib beriladi, xullas a? Nomerda pastda bor. Ha. Nega ichiga o'tmagan? Orqada nomerdan pastida bor, ichiga o'tmagan. Zadnimoz qanaqa motorlar bor? Yaxshi, zadnimoz korobka motorlar zo'r deyilyapti. Telefon nomerlariga bog'lanib, bir yaxshi ustalar ko'rsatib, o'zingizlar tekshirib olishinglar mumkin. 5000 dan narxi o'tib beriladi, xudo xolasa. Nomerlar 99lik 976 20 57. Salomat bo'ling. 5,5 ming, 5000. Ishlarga omad. Hop, bu yoqqa yuramiz endi. Ha, boya qo'ydim. Ha, qo'ydim. Aha. Ishlar yaxshimi axir? Hop, aha. Xo'p, akalar. Mana shu yerda bir kishi so'rayapti turuvdi bizni. Oldingi bozorga qaraganda bu bozorda mashina juda ham kam. Nechi ekan? Nechi u? Assalomu alaykum. Sizni qidirib kelyapman-da. Charchamayapsiz? Aynan mana shu kishini qidirib keldim hozir. Nechta mashina bor bugun? Hop, bugunga 4 dona mashina bor. Nechta sotdingiz sir bo'lmasa? Bir dona sotdingiz-a? Nimaga mashina kam bugun? Bugun sovuq. Gaz yo'qligi uchun a? Gaz ham yo'q, ovozi bor. Qaysini ko'rsataylik birinchi? 18 dan boshlan bir boshdan. Xo'p. Ketar. 18 akalar yili.
Toshkent viloyat nomerda. 18 ga 19 mi? 18 ga 19. Yurgani 55 ming, petno bor. Narxi 5,5 ming ekan. 93lik 155, 93. Sir bo'lmasa akalar nech pul qildi? Bozor har xil qilyapti buni. Aha. 47, 48 har xil savdo qilyapti. Bermayapsizlar. Qancha ko'p berganimiz yo'q. Naqd pulga qanchaga berasizlar o'zi? Sizni kanalingizdan kelsa 5100 ga beriladi. 5100 ga 55 ming yurgan, o'rta ishda betnosi bor. Ichi yig'ol to'liq minishga tayyor holatda. Tinchmisiz? Sunnatiga yana bir 200 mut bermaysizlarmi aka? Yo'q, So'ragani aybi yo'q. yo'q. O'zi sizni kanalingizdan kelsa, Aha. ko'chadan kelib qolsam, Avtovodiydan deb kelsa 5100 ga berasizlar. 18 ga 19 akalar. Petno bor ekan, yurgan 55 ming. Dokumentda muammo bo'lmaydimi? Yaxshi. Balon holatlari zo'r, to'ttalasi ham akalar. Mers rul Gravlik rollarni so'roqqa qo'yilgan. Aha. Rollar ham yengil. yaxshi. Yaxshi. $5100 bo'lmasam akalar bo'lish bahosi bizning kanal obunachilar uchun nomerlar 93 155 93 raqamlarga bog'laninglar. Keyingisi Keyingisi bu 2017-yil mashina. 2017 kraskasi qanaqa? Kraskasi toza. Ma'lumotlar shunikimi? Ha, ha. 17 ga 18 166 ming yurgan, kraska toza, benzinda ekan. Benzin. Gaz o'rnamadi. Yo'q, unda. Dokumentlar zo'r. Ha. Mos, korobka, motor Ular 100% garantiya. Hech qayerga kulish tegmagan mashina edi ham. zo'r. Yengil ichlarni ko'rsatib ketaman. Xudo xolasa akalar 17 ga 18 ekan. Ma'qul kelib qolsa telefon nomerlariga bog'lanishinglar mumkin. Do'stim, chexol bormi yo'qmi? Chexol bo'ligi bor, yechib qo'yganman. Aha. Boradigan odamga qo'shib beraman. Billa ketadi. Ha, 100% ketadi. Yaxshi. Benzinda. Nech pul narxi? Narxini $5200 deyapmiz, kelishtirib beramiz. 5200 dan kelishtirib beramiz. Nasiya savdo barter. Qilamiz ularni, bilasiz, doim Malades. kelishilgan holatda. Aha. Telefon qilsa kelishtirib qilib beramiz hammasini. Xo'p bo'ladi. Telefon nomeri o'sha qog'ozdagi mashina? Yaxshi. Akalarimiz doim 5 ta, 4 ta mashina bo'ladi. Bog'lanishinglar mumkin. Yo, nomeri yo'q ekan bu yerda. Nomeri yo'q bo'lsa 94lik Aha. 278 Hop. 78 Aha. 70. Telegram bor? Ha, hamma. Telegram ham bor. Bunisi qanaqa? 2014. 2014 yili o'rtachasidan akalar. 180 ming yurgan ekan, petno bor. Bu ham benzinda ekan. Dokumentda muammo yo'qmi? Yo'q, Mos, korobka. generalni ham bo'ladi, egalari ham yaxshi odam. Aha. Dokumentda muammo yo'q. Xo'p. Mos korobka Mos korobkalar zo'r jim mashina. yaxshi. Yaxshi. 2014 akalar 180 ming yurgan, benzinda. Egasi ham zo'r deyapti. Petnosi aka, mana shu orqa kapotda chizig'i bor-ku. Aha. Mashinani o'zida, mana shunda betsen, mashinada bor. Xolos. Qolgan yeri top-toza 100% garantiya beraman. Gap yo'q. Mashina. Gap yo'q. Tak, benzinda bunisi ham akalar. Xolasa. Yaxshi. Bunisi nech pul endi oshni? Buni 4700 tushib beraman buni. $4700 dan tushib beramiz. Bunga ham nasiya barterlar bor a? Ha, kelishamiz hammasini. Generalniy osiyalar ham bo'lar ekan akalar. Nomeri eslatib qo'yamiz a? 94lik 94lik 78 Aha. 78 Aha. 70. Xo'p, Telegramlar bor ekan, bog'lanishinglar mumkin. Sheraman 19. Hozir aka. Aha, 2019 240 ming yurgan petno bor ekan. Ha. Dokumentlar qanaqa bo'ladi? Dokument olsa generalni, olsa afur. Muammo yo'q. To'rtta yumshoq, cho'tka ekan balon holati ham. Mos korobkalar yaxshimi axir? Zo'r, mos korobka hamma yo'q zo'r. Xo'p. Bismillah. Oyog'i taglari akalar, sidinalar chiroyli turibdi.
42.078 kilometr. Mashina juda chiroyli ekan. Hop, berkasi 19 berka. Orqa ko'rinishlar. Gazlar bor. Do'stim, narxi nech pul buni? Buni 5400 tushib beramiz aka. 5400 dollardan tushib beramiz, xudo xolasa. Moskarabga zo'r, dagingizda muammo yo'q, generalniy aformat muammosi yo'q. 1 kun, 2 kun, 3 kun tekshirib olishaveradi behijolat. Xo'p, bo'ladi. Mashinalar hammasi shart. Garantiya Nomer beradi. nechi bunga? 94lik 278 78 70. Xo'p, akalar aytilgan nomerga bog'lanaverasizlar. To'rtta yangi yumshoq balon taqilgan. Avtovodiyda ko'rdingizlar, xursand bo'lamiz. Salomat bo'ling. Ishlarga omad, yaxshilikni ko'rishaylik. Sizda ham bormidi? Ha, bu yili 2024 akalar, Namangan nomer 40 ming yurgan, kraskasi toza, 33 lik kodi bilan 850 87 87 raqamda bo'lar ekanlar. Kimniki bu mashina? O'zingizkimi aka? Akalar nomlarida. Muammo yo'q ham mashinada, dokumentida, boshqa nimalarda defekt yo'q. Generalni ham chiqaveradi. Adresinglar qayda sir bo'lmasa? Toshbuloqda. Toshbuloq. Akalar Toshbuloqdan ketdilar akamiz. Bir xon minilgan egasini o'zidan 2024 40812 kilometr. Kirib qolgan yeri va chiqartirilmadi. Aha. Kraska bo'lmagan-a? Yo'q, toza. Toza. Balonni ichidagi almashtirib olasizlar akalar. Xo'p. Kalpak bor. Nima mana aka? Remi nima? Aha. Tushunarli. Yaxshi. Aka, buni generalniga ham berasizlarmi? Bera olasizlar-a? Nech pul so'rayapsizlar? 7200 deyapti, kelishtirib beramiz. Aha, 7200 dollar aytilyapti ekan egasini o'zidan akalar. Kelishtiriladigan joyi bor. 2024 kraska toza 40 ming yurgan. Shu nomerda bo'lasiz-a? Siznikimi, akangiznikimi? Xo'p, yana bir marta 33lik 850 87 87 raqamlari avtovodiyda ko'rdinglar, bog'laninglar. Salomat bo'ling aka, ishlarga omad. Xo'p, akalar, e'tiboringlar uchun rahmat. Shu yergacha syomka qildik, mana qo'ldan kelgancha. Yarim soatdan oshdi videomiz. Sizlar uchun xizmatdamiz. Iltimos, mehnatimiz uchun like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Komment ostida Instagramni silkasini qo'yaman. Xudo xolasa bu yerga ham o'tib obuna bo'lib turinglar. Videoda ko'rsatilmagan mashinalarni o'sha yerga qo'yib turamiz. Sizlar uchun xizmatdamiz. Videoda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Keyingi shunaqa videolarni ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.